Hayotda haqiqiy Aquaman bor desam ishonasizmi? Asli meksikalik bo'lgan fitness model Tavi Castro bugungi kunda o'zining super qobiliyati va juda go'zal video tasvirlari bilan butun dunyoni lol qoldirmoqda. Tavi freediving bilan 2022-yildan boshlab jiddiy shug'ullana boshlagan. Uning bu sohadagi qiziqishi Meksikadagi chuqur va go'zal sinotlarda suzish orqali paydo bo'lgan. Freedivingdagi yutuqlari orqali Tavi haqiqiy Aquaman laqabini olgan. U 100 metr chuqurlikka nafas olmasdan tushishga erishgan va 6,5 daqiqadan ortiq vaqt davomida nafas olmasdan suv ostida qolish qobiliyatini namoyon etgan. Uning freedivingga bo'lgan qiziqishi va bu sohadagi faoliyati uni ijtimoiy tarmoqlardagi mashhurligini yanada oshirdi. Ummon ostidagi ajoyib videolari esa nafaqat zavqlantiradi, balki insonlarni hayratga soladi. Tavi noodatiy usulda suv ostidagi videolari bilan o'z shaxsiy brendini qura oldi. Agarda siz ham kuchli shaxsiy brend qurmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni boshqalardan ajralib turadigan jihatlaringizni albatta ko'rsating. Shundagina kuchli shaxsiy brend qurishingiz mumkin. Ko'proq shaxsiy blogga foydali yuritish bo'yicha kontent tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta menga obuna bo'lib qo'ying.